Voy, shu payt ham sayohatga chiqish vaqtimi? Qayerdasizlar deganlar. Biz Yegiptdamiz, Sharm-el Shayx shahrida. Sharmilyon oteldamiz. Mana. Hamma bu yoqda mazza qilib dam olib yurishibdi. Mana bu yoqda akvaparklar, bu yoqda odamlar ovqatlanishyapti. Mana ko'rib turganlaridek hamma mazza qilib, cho'milib, mana bolakaylar bilan dam olishyapti. Havo qanaqa deganlar? Havo zo'r. 20-22 gradus. Ozgina shamolchasi bor. Morida ham cho'milayotganlar bor. Va asnomnom ertalab emas, obeddan keyin moriga kirishga ruxsat berilyapti. Shamol to'xtagandan keyin mana to'ki hamma mazza qilib bu yoqda dam olyapti. Привет. Menimcha bular rusmas. Ruscha gapirib qo'ydim. Ukrainalar qilib mazza qilib hamma dam olib turibdi. Kim Yegiptga kelmoqchi bo'lsa, bemalol kelsalar bo'ladi. Hammasi zo'r, hamma joy tinch, bu yoqda hamma dam olib yurishibdi. Gostinitsalar to'la odamga. Mana bemalol kelsalaringiz bo'ladi.